Iso Masih muqaddas farishtalari bilan o'z shuhratida kelganida, u o'zining shuhrat taxtiga o'tiradi. Uning oldida hamma xalqlar to'planadilar. U esa cho'pon qo'ylarni echkilardan ajratganidek, birini boshqasidan ajratadi. Haqlar qo'ylar abadiy hayotga erishadilar va dunyo yaratilishidan tayyorlangan podshohlikni meros qilib oladilar. Muhabbat ko'rsatmagan va yaqinlarga xizmat qilmaganlar esa abadiy azobga ketadilar. Iso Masih deydi: sizlarga rostini aytaman, mening shu kichik birodarlarimdan biriga nimaga qilgan bo'lsangiz, shuni menga qildingizlar. Matta 25:40. Iso Masih aytgan kichik birodarlar bu muhtojlar, bemorlar, musofirlar, kambag'allar va ojizlardir. Shu jumladan masihiylar va yahudiylardir. Hukm kunida ma'lum bo'ladi, kim Xudoga itoat qilgan, kim esa yo'q. Sizning qaroringiz abadiyatingizni hal qiladi. Vaqt borida Xudodan haqiqatni ochishini so'rang. Bo'lishing, like bosing va najot beradigan haqiqat haqida eshitish uchun obuna bo'ling.